Başlap ketdim әмсе hikayemni. Hayat hikayelerimden biri bolgan özümniki tunji qitim Atirgülni qandaq aldym degan temada hikaye so'zlaydigan kunday bugungi videomni yıllar ötüyordu. Bugungi so'zlamoqchi bo'lgan hikoyam bundan 18 yil burunqi bo'lgan ishlar. Özümdeki ali mektepdeki vaqtim 2003 yıl deyman, aniq esimda qilishi 2003 yili. Yıllar ötediken 18 yıl ötüp ketipti mana. Yıllar ötken siri yaşçımaygan, siri bir işlarni unutib ketip bardı ekanmiz. Şoňlaşqa bu videomni özümdeki hayat hikayelerimniki mundaqaylıqy dokumenting deyman ama hatırlap qo'ydigan darajada mundaqaylıqy ish qilib hayotimdagi kichikgina bir qisminiki bu ahamiyatli bir hikoyani ko'pchilik bilan tang o'rtoqlashay dedim. 2003 yılı ali mektepde o'qiyotgan chaqlarimda, o chaqlarda aşık maşıqlar günüde anda yolda kishilarniki yo'lda yurib atirgul sotadigan ishlari Uyg'urlarning ichida yo'qdi. Meniki bir do'stim bor, ismi Abiza. Ikkimiz o chaqda Urumchidagi moliya har ikkimiz moliya maktabiniki o'quvchisi, lekin ta'til mezgilida biz uyga ketmay ingliz tili o'rganamiz deb Ali muallimninki tibbiy universitet ochgan bir kursga qatnashgan. O'sha mezgillarda 2003 yili 2-14 kuni kelgan chaqda bir yo'ldalan bir Xitoy qiz uchrab qoldi-da, o'shanaqa atirgul sotamsizlar. Adligi dedi-ku deyman, shucha adligi aşıq maşıqlar kuni bo'lgan kundi. Atirgul sotamsizlar yo'lda, sizlarga azam baho beramiz, sizlar shu bir talni 10 qo'ydan sasanglar, shu aslabdan foydalisizlar deb o'shaq dedi. O'shaq deganda biz ishimiz qanaqa qilamiz adashsiz, qanaqa qilamiz deyishib. Shu chaqda o Xitoy qiz bilan deyishdi, shuning bilan 100 dal alayli deyishib, shuning bilan qancha bo'ldi esimda qilishcha shu chaqda biz 150 qo'ymay 150 qo'y chiqarib boshna qilib bir 300 qo'ygan bir 100 dal atirgul oldik. O chaqda turadigan yerimiz shu tibbiy universitetninki bir joyda so'dab qo'ymizmi? 10 qo'yliq yataqlayapti, bir yo'g'on zalning ichidalam nim qilib ayrim karavotlar bor, o'shna bir karavotni 10 qo'ydan sotadigan ashuna bir yataqliq maktabda turib, tibbiy universitetninki ashundaqiligi qarmoqdagi bir yangi bir joyda sonki azon yataqninki karavotninki pulini to'lab kurs o'qitgan chaqladi. O'sha qilib 2-oyninki 14-kuni sahar bo'lgan chaqda Xitoy qiz keldi. Yo'g'on bir quchoq atirgul, 100 dollar atirgul degan xeyli ko'p bo'ladi ekan. Akilib tashlab berib ketgandan keyin biz u kundan keyin avtobus o'ltirib Namanganga tushib qoldik. Shu moliya hisobot, ya'ni og'zim moliya hisobotdan ketib qoldik. Tibbiy universitetdan Namanganga bir kinoxona bor. Shu bekatda tushib qilib shuning bilan qor yog'ishga boshladi edi u chaqda 2003 yili 2-oyning 14-kuni. O'sha qilib shu yerda tushib qilib biz ishimiz piyoda mondoq udul shu Shinjongda shu tarafga boramiz deb u chaqda shuning bilan yo'lda 3 bekat 4 bekat mo'ylam degan bizniki sotgan atirgulimizni aytdi 2-3 talni sotibman. Setib bo'lgandan keyin bu bo'lmaydigan ishkandagi biz xato ish qildik-chimi deyishib boshna qilib yilqi so'd yaxshi bo'lmagan sira paranglam qo'shaqmaydigan bo'lib ketadi ekanda. Yo'q, bu ikkinni kelsak, bayramingiz muborak bo'lsin, atirgul olamsiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Ayolingizga g'ash ketdan qizdosingizga bering. Onangizga g'ash ketdan deb yurib aşağıda shu 4-5 tal setib bir-birimizga qarab qo'shaqmay gaplarni qara setib bilan deb ovoziga shundan bilan qo'saq ichib ketgandan keyin nimaga mandoq konsul ko'chasigacha yetib kelib bo'ldi, u Shinjongda shu tarafga bormayli bo'ldi deb qo'shaq deyishib, bir issiqroq tomoq yeylik deb konsul ko'chasiga kirib Visol tomoqxonasi deb bir nim bordi. Bir tomoqxona. U tomoqxonada har haftaniki 3 va 4-kuni English Corner deb qo'yadi odatda. Tomoqxonaniki bir yo'g'on ayrimxonasini odatda 7-8 ustal bor deyman, o'sha bir nimsini o'quvchilarga ichib beradi. Oshuna yeg pat berib, Visol tomoqxonasining qanaqa ekanligini shu joyda bilgan. Shu yerga berib tomoq yeylik deyishib
Şunun bilan o aşxanaga kirdik. Sir degan soğuq, qor tushlar bilib tushishga boshladi degan so'g'oq bizga titrab degan kichik kirishimizga ham bir jonlisi deymizmi? Bir yosh kichik bola ekan hamda. Boshqaruvchisi deymizmi yo? Bizni ko'rib ham shunda qizg'in muomala bo'lib ketdi. Kelinglar, kelinglar. Sir havo so'qqa mayda o'tiringlar deb ish qilib shuna yaxshi bir o'ringa o'rinlashtirdi. Biz ikkimiz o'tirib, nima yeysizlar deb qo'yib ketgandan keyin biz ikkimiz bir-birimizga qarab, qanaqa qilamiz deyishib. Yenimizda bir quchoq atirgul turdi, o chog'da yas etib qolgan. Ikkimiz bir-birimizga qarab, beshimizni chayqishib. Shunda umidsizlik ichida shuning bilan tizimlarga qarab, nemaymiz deyishib, shuning bilan suyuqroq ham kerak bo'lsin deb cho'chirishdiqda. Ikkimiz bir qachon bo'lib anandan keyin 2 talma 4 tal esimda qilishcha shu birimiz 2 ziqtillam 4 ziqlam kavob buyurdik. Andan keyin cho'chirishga shu o'tirib bir xil gulga qaraymiz, bir-birimizga qaraymiz, ya gap qilmaymiz. Shuning bilan Afiza do'stim san qaravotdi deyishib mehmonxona deyman-ku. Shu tomoqxonaniki boshqaruvchi bizga tomoq to'shib bizniki nimamizni qarashib birdan bizga qaraydi, bir gap xuddi bir gapi bordeklam. San qaravotdi deyishib bizniki o'chaqladi 20 yosh vaqtlarim bo'ldi yaxshan bu oliy maktabga chiqqan vaqtlar kichik chaqlar bo'lgandan keyin nima deymiz? Ish qilib bir-birimizga chaqchaq qilishib, kulishgan bir-birimizga ishtirishib, tolishib yo degandek shunaqa qiziqchilik bilan ikkimiz tomoqimizni yeb bo'ldik. Shuning bilan savatning pulini to'laydigan chog'da to'xtab turinglar deb bizni shu yerga turg'izib qo'ydi. Birdan to'xtab turinglar, kelman deb qo'yib, shuning bilan bizniki pulimizni olmay, sizlar sal turib sizlarniki savatlarni qilib berman deb u bal degan aldirish boshqa ustallar bilan aldirish bo'lib ketdi. Biz nimaga to'xtab turinglar dedi. Biz tesh pulimizni to'lab ham chiqib kulimizni sasaq bo'lmasin deb bashaq dedik-da. Nima degan bular shuncha cho'nqda jo'za o'andi. Bu ikkimiz udul-mudul o'ldirib tomoq yegan bilan shu ustalniki yerimdan ortiqroq degan bir quchoq atirgulda. Atirgul birinchi qatimliq atirgulni shu chog'da qanaqag'inimni sizlarga shuni so'zlab bermoqchi. Tomoqniki pulini to'ldik, anandan keyin u bola bizga sizlar gulonglarni mishada setinglar degan biz jimjit gapirmay nima deymiz? Bir xil vallat yorib ketdik-da, talada suvoqda qanaqmi yurimiz deganni o'ylab yurgan chog'da tuyuqsizlar shu oshxonaniki ishi kirganiki ishining oldidan shadlam setinglar, gulonglarni shad setinglar. Mening mush planim bor, lekin shu qoplamdi. Sizlar ishkanlar yaxshi gap qildinglar deb. Shuning bilan biz xo'shalik bilan ma'qul dedik-da, anandan keyin bir quchoq gulni ko'tarib o'tirib Visal tomoqxonasiga kirgan odamga yaxshimisiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz, bayramingiz muborak bo'lsin, cho'ng kichik hammasiga. Anandan keyin ish kirgan chog'da odamlar oz bo'lib qolsa, anandan keyin yoki bo'lmasa shu ustallarga berib, yaxshimisizlar, tomoqlar qanaqa bo'pti? Gulab qiziqsangiz gulab bermansiz, anangizni gul sovuq qilib topshirib o'chada sirtda 10 ko'ydan sotadigan atirgulni 8 ko'ydan sotgan to'xshi chog'da. O azan elqim 8 ko'ydan sotsam xeyli pul bo'ldi ekan deb o'zimizcha xo'sh bo'lib azan sotaylik bo'ldi. Ish qilib qo'limizdan chiqqaslan bo'ldi deb boshaq deyishib, Visal tomoqxonasiniki ishkining ichida, shada qiz ko'tarib gul sotdik shuning bilan. Gul deganda siytotimiz. Uyg'urlar bir-birini qo'llash bak nimkanda u 100 ta atirgul degan birdamning ichida biz ko'p bo'lsa 2-3 soat turganimiz, shu 3 soatning ichida qo'limizda azroqlam qo'yib qoldik. Ishqilib boshina gul setayotgan mazgilda bu Uyg'urlar Uyg'ur sing'illarimizga qo'yaylik deyishib, hatto gul elish xiyoli bo'lmagan kishilarmi oliy maktab o'quvchilariga, sing'illarimizga olaylik deyishib, bir taldan, ikki taldan ashunaq elib bizni shunaq qo'llagan bo'ldi-da. Ashunaq qo'llab, yaxshimisiz, gul olamsiz deb turgan chog'da shuning bilan bir yolg'iz tomoq yegil kiribdi-ku, u chog'larda akash deymanda endi. Hozir shu mening bilan tanqurdashdiki bir kun bo'ldi, shu chog'dagi mening ishim qaraganda shu biz akashlar deymizda. Bir akash tomoqni oldirib dinab bilan yeb ketdi. Ishning oldiga ketadigan chog'da shunga, "Ha, uka, men bir tal gul bering" deb
pulunu aldı, 10 koy pulunu kim biz bu 2 koy pulunu paç pulunu çıkarıp boğuçluk yani o gün elip ben sağlam da mount kızıp koydu işin oğlan. Speechless. Kim kılamay kaldım da ha? Doktor kaldım. Elim sağlam elim. Sağlam diyen geldi ağlagandan keyin gün elip durdum. Gün elişim bulamay poluplam. Men borandek uçqanday chiqib ketdi da. İkimiz bir-birimizga qarab turib qoldik shu chog'da. Ömrüm hayatım boyunca tunji ağan atirgulimning shu chog'da shunday bir akash men o'zim do'stim bilan gul sepayotgan chog'da bir tol gulni ilib do'stimning gulni oldi, men sovib qoldi. Shu meniki butun hayotimningki tunji qatim atirgul qabul qilgan vaqtim. End of story. 2-3 saatning ichida bir necha tanlab qoldi gulimiz. Shuning bilan qaytib ketdik o'zimizniki yotiqiga. Necha tanlab qilib qoldik ekandik. Sen yerini oladi, sen yerimni oladi deyishib, shuning bilan 3-4 taldan qilib qolgan gulni ikkimiz bilishib, qarab o'ltirdik shuning bilan. Kech bo'lgan chog'da bir necha madax bo'ldi, falan deb pustanchi deyishib shu chog'da bir kun kechuvchi. O'sha qilib o'chalarda 150 koy deganiki pulning qilib kuchi bor. 300 koy bilan bir oy o'tkazgan chog'larda turmush puli. O'sha qilib foydalanmasroq optimiz. O'sha qilib birinchi qatimliq gul setish o'zimizniki oliy maktabda o'qiyotgan chog'larida bo'lgandan keyin ishdan sirtqi, nima darsdan sirtqi qilgan ishimiz bo'ldi-da. Ham ingliz tilini o'rganib, ham darsimizni o'rganib, boshindaq chog'larda. Shundan keyin har qatimliq oshiq-mashqlar kuni keladi. Shu o'zimniki tunji qatim olgan atirgul o'zimniki yodimga keladi-da. Hozir chiroyini maslayamayman u akamniki. Hozir qayalarkan tong ish qilib ömrümdə, hayatımda shundoq tunji qatim biraylan kelib bizning qilayotgan ishimizni qo'llash yuzidan bir tal atirgulni ilib men sovuqligini hayotimdagi unutulg'isiz bir go'zal hikoyam bo'lib qoldi. Har qatimliq oshiq-mashqlar kuni kelgan chog'da shu akash yodimga keladi. Mumkin jimjit duo qilaman. Har yerda omon bo'lsin. Yaxshi kishilar omon bo'lsin. Yaxshi qilgan yaxshiliklariningki savobini Allohim ajrini aslab yozsin deb duo qilib qo'yman shu. Shundoq o'zingizniki qilgan har bir ishingiz balkim kichikgina ish bo'lsin-mu, boshqalarniki butun umrida unutilmoqdek darajadagi shundoq asrlarni qoldirib qo'ya olishingiz mumkin. Shunga bu hayotda boshqalarniki hayotida bir unutilg'isiz ishlarni qilman desangiz, shu shundoq yaxshi ishlarni qilsangiz, hatto yaxshi gaplarni qilsangiz, xalqlarniki o'zingizmi o'ylamgan darajada boshqa kishilarniki hayotida unutilg'isiz shundoq asrlar bo'lib kirib kelishi mumkin. O'sha qilib bugungi hikoyam tugadi. Bu qatimliq oshiq-mashqlar kunidagi bu gulim bir kun qoldirib ketdi. Deshili bir kun kechikib keladigan delivery nimdaymiz. Gul yetkazib berganlar, ya bak oldirashu ketamdi shu kuni har yili kechikib yetkazilgan. Bu yil bir kun qoldirib ketdi gulim deb qo'y. O'sha qilib hammalarga xo'shal kunlar nasib bo'lsin. Güzel asrlar chiqroq hayotinglarda iz qoldirib, güzel hikoyalarni qoldirib, asrlarni qoldirib, qiyirgan chog'da, mo'moy bo'lgan chog'da meningda o'zinglarga burunqi ishlarni asliga shunday hikoyalaringlarni video qilib qo'yib ko'rsanglar keyincha ish bo'lmadi. O'zinglar ko'rsanglarmi, ko'ngillar xush bo'lib qoladi. YouTube'dan kanal ochinglar, o'zinglarniki turmushini xotirlab meninglar ish bo'lmagan chog'da Uyg'ur shu to'r internetda Uyg'urlarniki chiqarayotgan narsari bak az boshqa millatlarniki, boshqa kishilarniki solishtirgan chog'da
Her kanallar bakan aşındak özünki şahsi turmuşunu, özünki oylaganlaryny aşındak sözlep maňdygan degendek. Bugünkü meniki bu hikayem şu, bundan 18 yıl burunky şu özüm tunji ketem agan Ättirgül hikayesini köpçülik bilen ortaklaşkaş. Şundaq köpçülikni yana YouTube çıkanlar, sözlanlar, Uygur tili yo'qolib ketmasligi uchun o'zimizniki bir kishilik kasbimizni qo'shdim. Shundaq social media platformalardan yaxshi foydalanib bir narsani qoldiraylik, chiqaraylik, nurg'un narsani chiqaraylik demoqchi. Xo'sh, endi ko'pchilik kamonlarga xayrli kechlar bo'lsin. Bugungi hikoyam o'zimninki hayotidagi tunji qitim qabul qilgan Ättirgülim hikoyasi. Shuning bilan oyoqlashdik. Arası duramaz. Bu benim derdimin çaresi olmaz. Sancısı yaralı. Arası duramaz. Arası duramaz. İstedim ki gelesin 2 günlük dünya.